Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasining bugungi maxsus xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Aziz ko'ruvchilar, bugun ya'ni 5-sentabr kuni Germaniya federal parlamentida muhojiratdagi butun vatansevar qarindoshlarimizni cheksiz so'yindiradigan va iftixorlantiradigan zo'r bir tarixiy hodisa yuz berdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining ve Qurultay Berlin işxanasının uzun yıllık tirişçanlık neticesinde Germaniya Federal Parlamentida Uygurlarını qo'llab kelayotgan 10 neferden artıq cesur ve insanperver parlament a'zolarining boshlamchiligida Germaniya Federal Parlamenti Uygur Dostluk Gruppasi qurib chiqildi. Ve Uygur Dostluk Gruppasining qo'sh raisligi ve Uygur Dostluk Gruppasininki qo'sh raisligini bo'lsa Germaniya Hör Demokratlar Partiyasiga mansub parlament a'zosi Peter Hayt efendim bilan Germaniya Sosyal Demokrat Partiyasiga mansub parlament a'zosi Darya Naxbova xonim o'z ustiga oldi. Hammaga ma'lum bo'lgandek, Germaniya faqat Yevropa birligida emas, balki dunyoda Xitoyning eng zo'r savdo sheriklarining biri. Gerçi Avrupa Birliği'ne a'zo devletlerden Belgiya, Fransiya, Gollandiya, Çexiya, Litva parlamentleri shundaqla Avrupa Parlamenti Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib, maxsus qaror qabul qilgan bo'lsa-mu, afsuski Germaniya Federal Parlamenti bu haqda qaror qabul qilishdan o'zini qochirib kelgan. Faqat Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qilmishlarini og'ir darajadagi kishilik huquq tajovuzchilik, qilmishi deb qaror qabul qilgan edi. Germaniya federal hukumati yaqinda yangi Xitoy strategiyasini e'lon qilgandan keyin Germaniya hukumatining va har qaysi siyosiy partiyalarining Xitoyga bo'lgan pozitsiyasida zo'r darajada o'zgarish bo'ldi. Va ilgari Xitoyni sherik davlat yoki hamkorlik ichidagi davlat deb atgan bo'lsa, yangi Xitoy strategiyasidan keyin Xitoyni Germaniyaga xirs qilayotgan raqib davlat deb atashga boshladi. Bu fursatni ching tutgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasi e'lon qilingandan keyin federal parlamentdagi Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan parlament a'zolari bilan bo'lgan dialog va uchrashuvlarni qulaylashtirdi va oxirgi hisobda bugun Germaniya federal parlamentida Uyg'ur Dostluk Gruppasi qurib chiqildi. Gerçi hazır Germaniyada ta'til mezgili oxirlashmagan bo'lsa-mu, ammo qurultayning raisi Dolqin Aysa efendimning ichilish nutqi bilan boshlangan qurilish murosimiga har qaysi partiyalarga mansub ko'plagan parlament a'zolari va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mansublari qatnashdi. Hozir qadar Yevropa parlamenti, Amerika, Kanada, Fransiya, Yaponiya, Tayvan ve Angliya parlamentlarida maxsus Uyg'ur Dostluk Gruppalari qurib chiqilgan bo'lib, Germaniyaning qo'shilishi bilan Uyg'ur Dostluk Gruppalari qurilgan parlamentlarning soni 8 ga yetib bordi. Ve Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu xil dostluk gruppalarining sonini uzluksiz oshirish va bu orqali Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi xalqaro besimni yanada oshirishga g'ayrat qilib kelmoqda. Aziz ko'ruvchilar, tövende diqqatinglar bu vaqtda ishlangan maxsus xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Hürmetli ko'ruvchilar, bizningki hozir ziyorat qilmoqchi bo'lgan aziz mehmonimiz bo'lsa, bugungi qurilgan parlamentdagi Dostluk Gruppasininki qo'sh raislarininki biri Darya Naxbova xonim bo'ldi. Öncelikle Darya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim interviewimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Şu an bütün Uygurlar, diasporadaki, Evet. özellikle Almanya'daki Uygurlar size çok saygı duyuyorlar. Almanya parlamentosunda Uygurlar için yaptığınız hizmetlerden dolayı. Öncelikle onlar da merak ediyorlar. Bugün de burada herkesin de haberi olduğu gibi Uygur Dostluk Grubu kuruldu. Onun da eş başkanlarından biri de sizsiniz. Bu Uygur Dostluk Grubu kurulma süreci hakkında ve nasıl kuruldu? Bu hakta bize kısaca bir bilgi verir misiniz? Tabii. İlk önce buraya geldiğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Bugün benim için çok önemli ve çok mutlu bir gün.
Bu dostluk grubunu kurmak için arkadaşlarla beraber ve sizlerle de beraber 2 yıldan fazla çalıştık ve sonunda sonucunu bugün görüyoruz. Uygurların çektiği çilenin Alman Demokratik Parlamentosu'nda bir ses bulması bizler için, benim özellikle insan hakları politikacısı olarak bir ses veya bir yankı yeri bulması çok önemli. Çünkü Uygurların çektiği gerçekten bu baskıyı dışarıya vermemiz lazım. Ve o yüzden bugün çok mutluyum. Sizlerle beraber çalışmaktan çok mutluyum. Güzel bir gün bizler için. Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle bunu çevireyim. Hürmetli körürmenler, ben hazır Derya Hanım'ı ziyaret kılgaç. Sorgan sualım şu, bugün dostluk grubu kuruldu. Ben ibaytım yukarı dep ötkendek. Dostluk grubu kuruluş jarayonida qo'sh reyestrinin birisi Derya Hanım şu. Bu dostluk grupusu qanday kuruldu? Bu dostluk grupusu kuruluş jarayonida qanday bosqichlar biz o'tdinglar degan haqda savol so'rdim. Men oldida bergan javob bo'lsa, Germaniya federal parlamentida inson haqlarini qo'g'dag'uchi bo'lgan bir siyosatchi bo'lish sifati bilan Uyg'urlarningki tatiyotgan azob oqibatlariga jimjit turib olmay, uningki ularning tatiyotgan azobining, tatiyotgan zulmiga bir ovoz bo'lishninki o'z uchun to'liq muhim va sharafli bir ish ekanligi haqida to'xtaldi. Evet. Gerçekten bundan sonra umarım hep birlikte belirli bir planla çalışırız, yakın projeleri görüşürüz ve Uygur dilinin, kültürünün, hayatının özgür bir şekilde Almanya'da yaşamasını hep beraber sağlarız inşallah. Çok teşekkür ederim. Bundan keyingi dostluk grupusu kurulgandan keyingi qadam bosqichlarda bo'lsa, yana vaqtning o'tishiga ergashib bu haqda planlarni tuzamiz. Uyg'ur tilini, Uyg'ur madaniyatini texmo yaxshi rivojlantirish va qo'g'dash uchun bo'libmi Germaniyadagi Uyg'urlarningki ko'p xizmatlarni qilamiz dedi. Başka demek istediğiniz, eklemek istediğiniz bu soruya başka bir şey var mı? Cesaretinizden dolayı sizi kutluyorum. Gerçekten çok çalışkan bir toplumsunuz ve genelde veya çoğu zaman bize hatırlattığınız için de çok teşekkür ediyorum. Çünkü siz olmasanız bu grup bugün kurulmazdı. Sağ olun, var olun. Siz de var olun, sağ olun. Aldı bilen sizlerninki Uygur milletininki intayin cesaretli bir millet ekanliginglar meni hakikaten qayil qildi, ta'sirlantirdi. Sizlar hem bek tirishchan bir millet bo'libmi sizlar bu kemkaygacha bizga uzluksiz biz bilan ko'rishib mushu jarayonlarni boshdan kechirmagan bo'lsak, ya'ni uzluksiz bizni undab turmagan bo'lsanglar, bugungi do'stlik guruhisimi qurilmagan bo'ladi. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Her vaqt, her joyda aziz bo'linglar degan javobni berdi. Derya Hanım'a bu yerden Uygur halkı namıdan köpten köp rahmetimiz bildirimiz. Öncelikle size Uygur halkı adından, Kurultay adından çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Aziz körümenler, men yuqorida deb o'tgandek, bugun ko'rganinglardek Germaniya federal parlamentining ichida mushu yerda Uyghur dostluk grupusu kuruldu. Biz hazır u yerdan qaytib chiqib, Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim va Qurultay Berlin ishxonasininki direktori va o'xshash vaqtda Qurultayninki bayonotchisi G'ayr Qurban apandimni ziyorat qilmoqchimiz. Xo'sh, hurmatli Dolqin Aysa apandim, bugun Germaniya federal parlamentida Uyg'ur dostluk grupusining qurilishining tarixiy ahamiyatiga qanday baho berasiz? Rahmet, bugün Uygurlar için tarihi bir gün. Uygur milli hareketimiz için tarihi bir gün diyeleyimiz. Çünkü Germaniya Avrupa İttifakı'nın bir motoru buluş süptü bilen ve Germaniya parlamentosu başka parlamentlardan her xil sebepler bilen farklı bir parlamento. Bir yerge Amerika'nın, Avrupa İttifakı'nın, Fransa'nın, Angliya parlamentlerine okşaş. Yani bu milletin psikolojisinin bunun rol oynaydı, tarihi geçmişin rol oynaydı. Bunda asan bir nesinin vücudka çıkılı olduğun bir orun memez. Ama nihayet bir kançılık bir
faaliyetlerinin bir kançılık hep bağlan tirişçalıklarının neticesinde bugün bir yerde Uygur Dostluk Grubu muvaffakiyeti kuruldu. Onun için bu ne biz Uygur Milli Hareketi'deki Uygur siyasi hareketindeki bir devri bölgüç bir gün dep qarayalaymiz. Hem de bu günün müşavvizlik çıkış için bizim Berlin işhanımızın müdiri Gayur efendim, bizden İva Hanım, Erkin Zun'un kardeşimiz Zumrata yani Dünya Kurultayı'nın merkezdeki ve Berlin işhanesi xadimlarının yıllardan buyan ep bağan hizmetlerinin neticesi yaşularının meyvesi dep qaraymiz. Siz köpten köp rahmet. Hoş. Dünya Uygur Kurultayı Germaniya parlamentida Uygur Dostluk Grupu'nun kuruluş için kandak basqıçlarını besip ötdi. Bu bir qancha 3 yıldan artıq bir ep bağan faaliyetlerinin neticesi bu yerge keliş için hazırgacha men şahsen üzemmo saptaşlarım bilen birge Germaniya parlamentindeki oxşaş bulmagan siyasi partiyaların rehberleri bilen siyasi partiyalardaki parlament azaları bilen nurgun qatımlıq uçuruşlar oldu. Ularni qayil qilish oldu çünkü bir yerde degenimizdekidek Uygur grubu oxşaydigan bazı gruplar kurulgan ama diyemizdeki bu yerdeki IPEC deydiğanınki azaları boğallığı için bu Xitayga münasebetlik bir grubun içinde kurulsa diyen fikirler boğallar oldu. Ama biz parlament azaları bilen farklı siyasi partiyanın rehberleri bilen nurgun sözleş arkalı ulanı qayıl kılış bu Uygur Dostluk Grupu'nun kuruluşunun simbolik ehmiyeti, Xitayga berdiğan simbolik ehmiyeti, halkımızga berdiğan simbolik ehmiyeti, dünyaga berdiğan simbolik ehmiyeti ve bugün erki kırgınçılık duş gelip yüzünü qoğdaş mecburiyetinde qalğan Xitay tamamen yok kılmen devatkan bir milletki nispeten bir ümit beriş nokta nazardan bu parlamentoda bu grubun kuruluşunun ne kadar tarihi ehemmiyetliğe boğallığını bularga düşendiriş arkalık en ahırda bu vücut çıktı dediğimiz gibi nayti uzun bir müşakkatlik bir yolladın kim kelgen bir netince. Köpten köp rahmet. Hoş, hürmetli Gayur Kurban efendim, hazır kadar Germaniya Federal Parlamenti Uygur irqi qırğınçılığını qabul qılıp qarar qabul qilishdan özünü qaçırıp kelgen idi. Parlamentda Uygur Dostluk Grupu'nun kuruluşu federal parlamentin bu xil pas pozisiyasını özgertip Uygur irqi qırğınçılığını qabul qilishga qandaq ta'sir ko'rsatish mumkin? Bunun da çok bir icabi tesir gösterdiği faydası oldu böyleyim. Ötken yılı bugünkü bu dostluk grubusunun kuruş murasimidimi bazı partilerninki cümleden ötkenki bir 15-16 yıllık bir mabeynede Germaniyada hakimiyet tutkan Hristiyan Demokratlar Partisi'ninki vekilimi şunu oturup koyup öttü. Ötken hükümet jaryanida bu Xitay bilen boğan siyasetninki en asaslı gol fokusunun birisi vandal duş handel yani özara ticaret, ilim birim arkalık karşı tarafta özgürlük yaşaş. Bunun ibaret bu siyasetninki tutka orunda tutup kavakkalıqa. Şunun için bu siyasetini bir dadılman son mişade bir netice alır degen bilen bazı meselelerge, cümleden Uygur meselelerine nispeten bu biraz töven keyfiyatlı muamılıkallıkını lekin bu 16 yıllık tecrübeninki bu siyasetninki teltöküs muhabbketsiz boğallık, mağlup boğallıkın ifadelikenlikine şunun için bu yeni kurulgan hükümetinin mu Xitayga nispeten çoğun tenkidi kadem baskıçlarının epağalık cümleden yeni çıkan Xitay stratejisi deyimiz Germaniyanınki mesela muş yılınki 5'den başlap icra bolgan şu teminleş zinciri dike saklanıp atkan mecburi emgek meselesini yok tutuşa karşı nurgulagan aktif siyasetle ilip verildi. Bu Uygur Dostluk Grupu'nunki bugünkidek elbette uşuldan çok bir cereyan ketken bir devir. Lekin bununki muşunda bir cereyanda meydan kelgenligi mi bu Germaniyadaki umumyüzlük Xitay devletiga Xitayga qaratgan siyasetine nispeten halk içindeki ve siyasetçiler arasındaki bir tenkidi göz qarashınınki muayyen bir pelliga yetkenligi ve bunu muşunda Uygur Dostluk Grupu'nu kuruş arkalık Germaniya siyasetindeki uygunlaşık başlaganlığını Xitayga hem de texmi bu meselelerde ciddi telaffuzda ve ciddi pozisiyada bo'lganligini alamet deb tushunsak bo'ldi. Sizga köpten köp rahmet, tafsili ma'lumot berdingiz. Xo'sh, G'ayur Qurban efendim, İBAYT'ın axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Uygur Dostluk Grupu'su qurulganligi haqida. Buningda Darya Naqbova xonim bu Uygur Dostluk Grupu'ningki ahamiyati haqida so'zlab o'tdi.
Siz bu haqda bir qisqacha to'xtalgan bo'lsangiz, yana bir qo'shimcha savolim bo'lsa, hamda Uyg'ur do'stlik guruhi qurilgandan keyin bundan keyingi bosqichlar qanday bo'ldi? Buningki ma'lumot bera olishingizcha bergan bo'lsangiz. Rahmat. Bu do'stlik guruhininki ahamiyatini mencha şu do'stlik guruhininki ichilish marosimida so'z qilgan bir parlament a'zosiniki bir jumla orqali nihoyat yaxshi deb bergan oldu. Do'stlik guruhi qandaqdir odatdagidek bir hamkorlik emas, balki bu do'stlarning uyushmasi. Ya'ni Uyg'ur xalqininki chekayotgan azob oqibatlarini haqiqatan chin yuragidan his qilgan va buning uchun shu o'zininki barliq imkoniyatlarini sarf qilishni xohlagan bir turkum Uyg'ur do'stlaridan shakllangan guruh. Shuning uchun bu yerdan ko'rishga bo'ldiki, bu qandaqdir bundaq yuzaki oldiki bir hamkorlik mexanizmi emas. Ashun shu parlament a'zosi dedi. Bu qandaqdir yuzaki hamkorlik mexanizmi emas, balki bu do'stlik guruhi deb. Shuning uchun bu yerdagi endi buniki eng chong ahamiyatimi biz bu yerda haqiqatan Uyg'urlarning chin yurgidan, ya'ni o'zininki partiya siyosati, o'zininki ma'lum bir siyosiy manfaatlari uchun emas, balki haqiqatan chin yurgidan chiqib qo'ygan bir bilik Uyg'ur do'stlarini tashkil topgan bir guruhninki bo'lganligini bu yerda ko'rib yetamiz. Buni eng chong ahamiyati shu deb qarayman. Ondan boshqa plan programlarga qarasak, bu yerda albatta bu ochiq faoliyat bo'lganligimiz uchun bu yerda plan programlarni ustida tafsil to'xtalish fursatimiz bo'lmay qoldi, lekin bu guruh qurilgandan keyin endi rasmiy xizmatga o'tamiz. Oldimizgi kunlarda biz maxsus shu ish xizmat qilish guruhi tashkillab, biz bu yerdagi konkret plan programlarni nim qilib so'zlashimiz, lekin bizningki endi bu yerga strategik g'oyamiz Germaniya parlamentininki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tunutish bizning yetmoqchi bo'lgan g'oyalarimizning birisi. Va jumladan Germaniyada hozir mavjud bo'lgan qonuniy ramkalar ostida, jumladan bu ta'minlash zanjiri qonuniy ramkasi ichida turib, şu vatanimizda Xitoy bütün kuchi bilan ijro qilayotgan mecburi emgak, yani bu qul emgak siyosatini onunla ajallik zarba berish ve bunundan bugungacha payda olayotgan German korxonalarini chekintib chiqish degandek bir qancha strategik g'arazlarimiz bor. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Xo'sh, Zumrat Erkin, bugungi bu qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhi, xatolashmasam, mushu chet ellarda qurilgan do'stlik guruhininki 8-ci do'stlik guruhi bo'lib hisoblandi. Uning oldida 6 davlat va bir birlikda Uyg'ur do'stlik guruhi qurilgan edi. Hamda qurultayninki bu haqdagi plani bo'lsa Uyg'ur do'stlik guruhlarini izchil oshirish. Siz mushu haqda, mush plan haqda va buning ahamiyati haqida bir qisqa tushuncha bergan bo'lsangiz. Albatta, Abay bizning raisimiz Dolqun İsa Efendimiz degandek bugün bir tarixiy bir kun 8-ci davlatda parlament do'stlik guruhi qurildi. Boshqa davlatlar bo'lsa Kanada, Amerika, Tayvan, Yevropa Birligi, Fransiya, Angliya degandek mushu davlatlarda qurilgan. Bundan keyin albatta biz bu dunyo qurultayining planlari nurg'unlagan ziyoratlarga davlatlarga berib ziyorat qilyapmiz. Masalan, Latin Amerikaga berib keldik. Oldimizgi kunlarda balkim Afrika davlatlarga, musulmon davlatlarga, Osiyodagi davlatlarga berib, yana o'xshash shaklda mushtaq parlament do'stlik guruhlarining mush Uyg'urlar va Uyg'urlar yo'q yerlardami qurilishini shunaqa ishlaymiz. Ham buning ahamiyati albatta mush Uyg'urlarni tonishtirish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tunushtirish hem mushu shaklda nurg'unlagan yo'llarni ichib bo'lmagan yerlarga berib mushtaq guruhlarni qurish. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Xo'sh, oxirsida Dolqun İsa efendim, bugungi bu alayda tarixiy bir kunda tomoshabinlarimizga deydigan yurak so'zingiz bormi? Albatta, dediğimizdek bugün bir Uygur Milli Hareketi'ndeki yeni bir tarihi günge şahit bulduk. Bu bir g'alba, yani Xitoy bugün o'zining iqtisodiy diplomatiya kuchlardan paylanib dünya siyasetçilerini, hükümetlerini jimiqtirishga va yoki bo'lmasa Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa nisbatan itibarsız qarashga majburlayotgan, shuni tirishayotgan, bütün imkoniyatlar harakatlanayotgan bir vaqtimizda bugün Germaniya parlamentida bunun bo'linishining o'zi bir xo'shallik. Demak, bu yerden xalqimiz uchun deymiz, büjigil bo'lmaydigan ish yo'q. G'ayrat qilsak, tirishsak, oqisini qo'yib bermasak ve oldi bilan buni o'zimiz yurakdan ishonsak ve onun uchun yo bismillah deb yo'lga chiqsak, nurg'unlagan qiyinchiliklarni yengalaymiz. Bizning maqsadimiz yana boshqa
Hatta Uygurlar bulmagan, Uygur teşkilatları bulmagan devletlerinin parlamentida mı mujnaq dostluk gruplarını kuruş arkalık Uygur erkek kırgınçılığını to'xtatish, hükümetlerge besim qilish, bu arkalık mecbur emgekni to'xtatish ve xalqimizning erkinlik, hürlükligi uchun basadigan qadamlarni mayli Uygur teşkilatları bo'lmagan yerlardan besish orqali shu maqsadimizga yetish. Shuning uchun bu yerdan bütün vatandaşlarımızın, teşkilatlarımızın, qarindoshlarimizni qo'limizdan kelgan xizmatni qilishga bir iş bulamdı, bulmamdı şekilde emas, bulut deb işenç bilan harakat qilishga, irodimizdan, g'oyimizdan voz kechmaslikka, irodelik, g'ayratlik bo'lishga chaqiraman. Sizga köpten köp rahmat. Cümülden siz yuqorida ismini atab o'tgan qarindoshlarimiz bu Uyg'ur do'stlik guruhi qurilish jarayonida ko'rsatgan barliq tatqan jafolaringlar, tirishchiliklarыңlar uchun sizga va bu ishlam bijaygan barliq sabdoshlarimizga cho'nqur hurmatimizni va rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Hürmetli görürmenler, bugünkü programımız mişegiç olsun. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Germaniyaning poytaxti Berlindan hammanglarga o'tliq salom. Men Riyasat Iftixor Abdurshid. Allohga omonat bo'linglar.